Assalomu alaykum hurmatli bolajonlar. Bugun sizlar bilan biz poyga o'yinini o'ynaymiz. Bu yerda ikkita ishtirokchi mana bu tunuka bankalarni o'z nomiga jadu yo'li bilan tortib olish kerak. Tayyormizmi bolalar? Tayyor bo'lsak boshlaymiz. G'olib bo'lganlar mana bu shirinliklardan birini qo'lga kiritadi. Landi o'yin boshlandi. Sening o'zing zaryading yetmayaptimi? Yaqinlashtir. Ha. Mana. Tort, oxirigacha yetkazarman. Demak, Musiman. G'olib bo'ldi bu poygada. Nimani olasan? Demak, Sarvar yetkazganligi uchun ikkinchi o'rinda kelgani uchun ikkita chipa-chip soladi. Bolajonlar bilan xayrlashamiz. Xayr bolajonlar.